Mana bir uy sotuvda. Mana katta qozoq uy. Hozir uyni ko'rsataman. 11 sotik joyi ham bor. Mana bemalol odam yashasa bo'ladi. Mana kirgan joy mana zal. 4 ta xonasi bor. Mana bu kichkina oshxona. Mana eski qozoq uy, lekin bemalol hali odam yashasa bo'ladi. Xohlasa remont qilib olsa ham. Mana bu uyni poli ko'chirilgan, lekin yana qaytadan qilib qo'yiladi. Mana bu xonalarda bemalol yashasa bo'ladi. Bu xonalar bemalol yashaydigan xona. Mana mebellari ham bor. Tayyor. Mana yana bu bitta xona. Bu xona ham mana kichkina bolalar uchun mo'ljallangan dars xonasi. Bemalol mana bu pechkadan ham 100% foydalansa bo'ladi. Bu pechka bu xonaga ham yonidagi bu katta xonani isitiradi. Bemalol foydalanish mumkin. Mana bolalar xonasi. Bemalol sharoiti yaxshi, pollari chirimagan, sostenasi juda yaxshi. Mana 11 sotik joy. Mana hovli. Mana eski oshxonasi ham bor. O'tinxona foydalansa bo'ladi. Mana uyda o'zi oldida navislari ham bor. Juda katta uy, bemalol foydalanishga yaroqli uy. Mana 11 sotik joy. Bemalol mana bu yerlarda agorat qilsa bo'ladi, ekin-tekin. Mana molxonasi. Molxonani qurilganiga 2 yil bo'lgan. Mana straplar, yog'ochlar qo'yilgan, 11 metrlik katta molxona ham. Savdoda oluvchilar bo'lsa, nomer qoldiramiz, nomerga telefon qiling. Boshlanish narxi 16, kelishamiz. Shoshilinch bo'lgani uchun shu narxda sotilyapti bu uy. Bo'lmasa bu uylardagi uylar bor, mahallada oluvchilar bo'lsa 25 mingda sotuvda kami bor. Buni ham kami bor 16. Narxga oluvchi bo'lsa kami bor.